Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana 2026 yil 4-fevral inshaalloh xayrli tadbirlarimiz boshlanyapti. Mana Shodmon akam ham hasharchalarga bir forma bormi deb kelganlar. Alloh rozi bo'lsin. Usta Shodibov xudo xolasa ustalarga tushlik vasiyat qilyapti. Mana hoji bolalar kelishyapti. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Charchamayapsizlarmi? Nasib bo'lsa bugun ustalarga o'tgan bo'y Shodmon akamiz, Husan akalarimiz tushlik qilib beraylik deb hasharchalarga sabzilar to'rab terilyapti. Xudo xolasa Akbar hoji akamning o'g'illari Usta Nurali mana shularni xudo xolasa zinalarni bugun abitdan keyingi oyoq kiyim qo'shquylarni terilyapti. Ichkariga afishkalar shu to'raga shkaf qiladi. Mana bergan azimizda beshelka keyin bu ustunlar tagiga to'rtburchak afishkalarni qilib beradi xudo xolasa. Ishlashyapti. Assalomu alaykum usta bola hormansiz. Malades, Alloh rozi bo'lsin. Hasharchilar bugun hali kam-ku? Bir endi aloqachilar aloqalar. Gepsakardon, cheka ikki chekasi gepsakardon, o'rtasiga xudo xolasa natijali katalog. Böyle odaştı o'zi ham buni hayratga. Yangi olib keldim men. Hali endi ko'rib turardi. Ulargina o'tiradi. Bo'lmasa ertadan yuqorini ham akva oynalarini usta ma'mur shogirdlari bilan birgalikda kelib oxirigacha yetkazib beramiz deyapti. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa Ramazongacha chiroyli qilib qazib tayyorgarliklar bo'lyapti. Aziz yurtdoshlar, bu mablag'lari bilan, ehsonlar bilan yordam qilingizlar. Xudo xolasa masjidimizni Ramazongacha ta'mirdan chiqaraylik. Gilamlar turibdi. İçimizde gilamda olib beraman degan homiylar bo'lsa ham xayriya ishlarni qilishsin.